Pistol qavati bo'ladi, mag'iz qavati bo'ladi. Bunasi tuxumdonni vazifasi demak tuxum hujayrani ishlab chiqarish, ovulyatsiyaga tayyor hujayrani chiqarishdan iborat. Ovulyatsiyaga uchraydigan beremenni bo'lsa, bu demak homiladorlikka ketadi. Nimadan keyingi qoladigan bo'sh ovulyatsiyaga uchragan tuxumdondan keyingi qolgan bo'shliq mana birinchi sariq tanaga aylanadi. Nima uchun? Sariq tana homiladorlik vaqtida demak bolani oziqlanishi uchun sarflanadi. Sariq tana dastlabki homilani oziqlanishiga. Agar bu homilador bo'lmasa, bu asta-asta regressiyaga uchrab, yana tuxumdon hujayrasi uchun joy tayyor bo'ladi. Demak, birinchi bizga mana birlamchi follikula chiqyapti. Birlamchi follikula rivojlanyapti-da. Demak, buni mana shu jarayon Option necha kun davom etadi? Kimgadir 20 kundan 35 kungacha. 35 kungacha muammasi. Demak, 19 ko'p bo'lsa, qisqa bo'lsa, bu patologiya hisoblanadi. Demak, mana bizga chiqdi birlamchi follikula. Birlamchi follikuladan paydo bo'lyapti mana hujayra, yaytsaklekda tuxum hujayra paydo bo'lyapti. Mana bu o'sha yetilib kelayotgan follikula. Bunisi mana tayyor yetilib kelyapti-da, mana mag'iz qavatdan pistol qavatga yaqin bo'lyapti. O'sha mana yetilgan, to'liq yetilgan graf follikulasi. Graf follikula. Mana shu yo'rilgandan keyin demak tuxumdon o'zidan bo'shatib chiqardi yetilgan tuxum. Buni demak trubadagi fimbriyalar o'ziga tortib oladi. Demak u urug'lanib, sperma bilan homilador bo'ladi. Qachon shunaqa bo'ladiki, bu yo'rilgandan keyin bu beremenni bo'lmadi. Demak u yo'g'i bizga uncha emas. Endi qolgan tuxum hujayrani o'rni mana bo'shliq yana shunaqa xususiyatga egaki, mana organizm yo'qdi bu bo'shliqni. Ikkinchi sariq tana bilan to'ldirdi bo'shliqni. Mana to'liq sariq tana demak bir xil vaqt sariq tana kistalari ham bo'ladi. Ichkaridagi bo'shliq yo'qilmaydi, ichida suyuqlik yig'iladi. Shuning uchun buni bilishlaringiz kerak. Mana bu to'liq nima qilgandan keyin, mana sariq tana bilan to'liq qoplangandan keyin agar ayol homilador bo'lsa, bu bolani oziqlanish uchun ketadi sariq tana. Agar ayol homilador bo'lmasa, ya'ni qiz bo'ladi, sariq tana qaytib regressiyaga uchraydi. Tuxum hujayra o'sha yerda o'zini tiklab oladi. Mana shu постоянный sikl qaysi sohada patologiya paydo bo'lsa, bu yerda ham juda aktiv organ hisoblanadi. Yana buni ruslar tuxumdonni shunaqa deydi, tixiy ubitsa deydi. Tinch o'ldiruvchi. Qotil bu. Shuncha funksiyani bajarayotgani uchun mana qaysi bosqichda rak paydo bo'lsa, mana shu histologik turi shu bilan ketadi, shu bilan davolanadi. Follikulyarni rak bu, sariq tana raki bu, epitelialni rak bu, undan papillarni saratoni bu, seroz papillar turi bu, yana sistaadenokarsinoma degan turi bu. Demak, mana shu qaysi bosqichda patologiya ketsa, patologiya degani demak hamma nodologiya bo'lyapsizlar, demak o'sha yerda proliferatsiya, atipiya ketyapti, stromada invaziya boshlandimi, o'sha rakka o'tish boshlandi. Demak, mana shu bosqichda, любой bitta bosqichda ayol kishida demak saraton paydo bo'lishi mumkin.